bilan Behruzbek va Sardor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Roblox o'ynaymiz. Aura. Shapalaq. bu yangi o'yin topganmiz. Bu juda zo'r o'yin. Hozir Like bilan podpiska qo'yinglar. metkik mana. Bittasiga shapaloq solsangiz shunday chiqadi. Yaxshimi? Rambo. Mana shu o'yin o'zi qo'shib qo'yadi. Men ko'ryapsizlar, asha Roblox qilyapti. Biz oddiy o'ynayapmiz. Aurani kuchaytirasizlar. Va hozir ko'rsataman. Hozir qatyapti. Gördüğüm nima chiqqanini? Kallasi voy chiqdi. Dostum meni ko'p pul beradi. Hop. Qanisi? Mana. Mana. Botqanda. Ko'rdim. To'xta, men seni orada ichib to'xta. Avval men birinchi qilsam. Ichiramiz. Hozir esa nima qilaman? Xullas kuni o'qishdan uyga qaytayotganman. Bir ko'cha bo'lardi. O'sha yerga yaqin Aslında uyuydu. Men eski cho'piyasizdan kuchayib ketganman. Urishiga yo'l qo'yib beryapman da chunki. Bu o'yin Robloxda oddiy o'yin deb o'ylaman. Bularda biz podpiskamiz 10 ming. Telefonimga qarab ketayotganman. Chap tomonga O'sha narsalarni bular o'zi chiqarib beradi. To'xtab qoldim. Boshimni silkitib Meniki eshitilmayapti, menikidan chiqayotgan ovoz. Ertasi kuni yana o'sha yo'ldan yurdim. Bu safar do'stim ham men bilan edi. Yoshi men bilan teng bo'lsa ham mendan kattaroq ko'rinardi. Yo'lda ketayotganimizda u hozirga chiqib olishi kerakligini aytdi. Tomonga yetdi. Men esa yo'lni davom ettirdim. Shunda birdan o'tgan kun ko'rgan erkakni yana ko'rdim. O'tada orqadan sakrab chiqdi. Tamam. Kimsen? Geçen seni koruyanlar. Ol. Şimdi küçük yordamı gerek. O'sha tomonga yurib, gapirish. Men endi gapirmoqchi bo'lganimda Hayır. nega unday qildi desam, do'stim kelgan ekan. Yaxshimisan deb so'radi. Men esa ha dedim. Lekin bu odamlar Zot tushunayaptimi? Meni hech ko'rmaslik uchun chiroqlarni o'chirib qo'ydim. Shunda dalada bitta odamga ko'zim tushdi. Men ularni ko'rganim bilan ularga ko'rinmasdim. Chunki tun edi. Yana chiroqlarni ham o'chirganman.
Ko'zimga ko'rmaguncha qarab o'tiraverdim. Undan keyin g'alati ovozlar eshitila boshladi. Bir odamni ko'tarib ketayotgandi. Men qo'rqib ketdim, chunki jonsiz odamga o'xshardi. O'sha odam Like bosing. Kimga yoqqan bo'lsa. chiroqning yorug'ligida u ko'tarib yurgan odam qiz bola ekanligini bildim. U o'sha odam edi. O'zi bilan birga Va buni videomiz tugadi. o'tirdim. Taxminan